Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar. Ko'p vaqt bo'ldi Amudaryoning videosi chiqmadi. Xudo xohlasa mana 4-mart kuni Amudaryoda suv bormi deb so'rab turganlar uchun kirgandan bir like bosib beramiz. Xudoyim shu suvlarimiz tugamasin. Ko'p odam kommentariy avvalgi videolarimizda hal yozib yotibdi. Suv o'zi yo'q-ku, yana bir narsa. Oldingi videolarimda suv kamadi do'stlar. Bahor keldi, suvimiz ham ko'paydi, yana yo'llarda suv kamadi. Mana ke Amudaryo 4-mart kuni video obzor. Yana shu kemalarimiz yana qurib yotadi teylari. Yana suv ko'paydi. Suv ko'payaversin. Bahor keldi. Har yil bahorda suv ko'payadi Amudaryoda. Qishda ozroq kamayib qoladi. Shuni hisobidan muzlab, shu chetlarida suv kamayib qoladi. Hozir yana Xudo xolasa bu yanına endi yerlarimiz ekilib boshlaydi. Fermerlarimiz yerlarni ekib boshlaydi, amma suv kerak ostdan suv yuborib boshladi yana kemalarimiz yana suvi shularga qurib yotadi yana. Suv ko'paydi. Amudaryodan video kutganlar uchun salomat bo'linglar, like'larni bosib. Xorazm bilan Qoraqalpog'istonni bog'lab turgan ko'prik. Suvimiz ko'paydi. Hali bu boshlanishi deb Xudo xohlasa niyat qilamiz. Hali menimcha dum ko'paysa kerak. Bundan ham ko'p bo'lsa kerak suv. Shu o'rtalarida bilsanglar, orqa videolarimda suv yo'q edi axir. Suv vobshe yo'q edi, ya'ni ko'paygani shundan bilsak ham bo'ladi. Xudo xohlasa ko'payadi, chotki bo'ladi. Zo'r suv bor. Endi boshqa joylarida yo'q chiqa suv bilmayman. Hozir biza turgan joyimizda suv bor. Ya'ni kemalarimiz ham suvda turibdi yana. Mana aka. Xolasanglar pulni bersanglar aylantirib ham keladi chiqish kemada. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Amudaryodan video kutganlar uchun.